Dersimizi tamamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Bana meğer çaplak koyay desem, kadı olay desem toktumayı vatıdı keçir Allah. Bugün çislağa 2020 yıl 11. ayının 11. ayının 15. günü. Endiki mavzumundak. Cüngolukla deydi ki, onunla şen gelip olmaydı. Lekin o şençilik aldı, Cüngo Amerika münasebetinin iznalarını özgertüvetti. Mavzulu haber 11. ayının 15. günü Amerika vazının Xitay tili programı ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Washington, Amerika'da prezident saylemi ahırlaştı. Lekin saylamның neticesi doğrusideki talaş tartışla yana davamlaşıvatıdı. Biroq tahlilchilar mundaq hisobladi. Kelar navbatlik prezidentning kim bo'lishidan qat'iy nazar Cungo Amerika münasebeti allaqachon uzil-kesil o'zgarib bo'ldi. Joe Biden aqsirag'i kirgandimi, bu munosabatni qisqa muddat ichida o'zgartib etolmaydi. Bu balki prezident Trumpning diplomatiya sohasidagi eng zo'r miroslarining biri bo'lib qoladi. Donald Trump Cungo tahdidini Amerikaning asosli ko'z qarashiga aylantirdi. Kichik mavzu. Amerikada cho'ng saylam kuni 11. ayning 3. kuni bir kun burun Aqsaray Davlat bexatarligi komiteti Prezident Trumpning va Prezident Trump hukumati yuqori darajalik amaldorlarining Cungoning ishlari to'g'risida so'zlagan nutqlarini to'plam qilib e'lon qildi. Kitobga Donald Trump Cungo to'g'risida Amerikani birinchi o'ringa qo'ydi deb mavzu qo'yildi. Bu to'plamga yozilgan kirish so'zda bu to'plamning tahriri Amerika davlat bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien mundaq yozdi. Donald Trump bir necha 10 yildan beri Cungo Kompartiyasining mohiyatini Cungo Kompartiyasining mohiyatini va uning Amerika iqtisodiga, Amerikaning siyosiy turmushiga tahdid ilib kelganligini tunib yetgan. Ozg'ina kishilar ichidagi danglaq Amerikaliklar. Roger Baker Amerikada geopolitik siyosat xatarini tahlil qilish organi siyosat qiyoslari organining yuqori darajalik boshlig'i Roger Baker. Bu kishi Amerika vazining ziyoratini qabul qilganda Prezident Trump va uning hukumati haqiqatan Cungo tahdidini aslida oz sonli kishilarni o'yg'otgan bu ongni asosli ko'z qarashga aylantirdi. Cungo tahdidi degan mushundaq ongni, mushundaq fikrni Prezident Trump Amerikada asosli ko'z qarashga aylantirdi. Prezident Nixondan boshlab Amerika Cungo bilan uchrashish siyosatini yo'lga qo'ydi. Balki Cungo bilan uchrashishni saqlab, oxiri Cungoni o'zgartgili bo'ladi deyishdi. Lekin ko'plagan amerikaliklar hozir mundaq tonishga keldi. Amerika Cungo diplomatik munosabat o'rnatgandan beri uchrashuv siyosati allaqachon mag'lub bo'ldi.
Şu vaqtda belgilengen nişanga herkes yetelmedi. 2017 yılı 12 ayının 18. günü Aksaray Prezident Trump vazife yüteş mezgilideki tünce bir parça devlet bexatarligi stratejisi dokolatını ilan kıldı. Dokolatta tünce qatam Jungo Amerika'nın rekabetçisi dep yazıldı. 2018 yılı 1 ayının 19. günü ilan kılıngan devlet müdafiyası stratejisi dokolatıda Jungo Amerika'nın birinci derecelik rekabetçisi dep belgilendi. Amerika Jungo rekabeti avval iktisat sahasında başlandı. 2018 yılı 3. ayda Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti 1974 yıl Soda Kanunu 301. maddesi asaslanıp Jungo'na embargo qilish tedbirlerini ilan kıldı. Köpçüket. Bu makale Amerika avazının Xitay til programması ilan kılıngan bugün birinci betni sizlerge elip çıktı vatandaşlar. Allah kalırsa bunun devamını sizler götürüp çıkışım mümkün. Emminglarga Allah'tan selamet tilerim.